Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Qarshingizda DTMda tushgan savol. 353 ning 353-darajasi sonini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Avval mana buning oxirgi raqamini topib olaylik. Qanday topilardi? 3 nechta takrorlanadi? 3 ning birinchisi 3, ikkinchisi 9, uchinchisi 27, to'rtinchisi 81. Beshinchisiga kelganda 243 bo'lib qolyapti. Ya'ni qarang, mana bu yerda ham 3, bu yerda ham 3. 4 tadan keyin takrorlandi. Demak, tushunib oldik, 4 tadan keyin takrorlanyapti. Darajani 4 ga bo'lamiz. 353 ni 4 ga bo'ldik. Qoldiq, bir qoldiq qolar ekan. 88 bo'lib, bir qoldiq qoladi. Demak, nima qilamiz? Mana bu 3 ning darajasiga olib boramiz qoldiqni. 3 ning birinchi darajasi 3. Oxirgi raqam 3 bo'ldi. Endi 3 ni 5 ga bo'lib qo'yishimiz kifoya bo'lar ekan. 3 ni 5 ga bo'lamiz. 3 qoldiq qoladi. Demak, 353 ning 353-darajasi soni 5 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 3 ga teng ekan. Detem savollarini ko'rib boramiz. Bizni kuzatib boring.